Har bir xalq elatning dunyoga baxsh etgan tengi yo'q farzandlari bor. Ozarbayjon xalqining buyuk farzandi Ganji shahrida tug'ilib o'sgan Nizomiy Ganjaviy ham ular orasida o'z salmog'i, iste'dodi bilan ajralib turgan va abadiylik qozongan tengi yo'q so'z ustodidir. Tamaddun darg'alari ko'rsatuvining bugungi soni O'rta asr Sharq mumtoz adabiyotining hamsachilik kashofi, so'z san'atining buyuk me'mori Abu Muhammad Ilyos ibn Yusuf, ya'ni Nizomiy Ganjaviyning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlanadi. Bugungi kunda adabiy aloqalarga juda katta e'tibor qilinayotgani bejiz emas. Chunki adabiyot xalqlarni birlashtiruvchi, xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi nihoyatda katta bir ma'naviy kuch va adabiyot tarixida o'tgan ulkan salaflar bugungi kunda ham o'z ijodi bilan, o'zlarining o'lmas adabiy merosi bilan xalqlar do'stligiga juda katta xizmat qilyapti. Bu borada biz mashhur Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy to'g'risida so'z ketadigan bo'lsa, Nizomiy Ganjaviy butun Sharq adabiyotidagi eng ulkan siymo, yirik figuralardan biri va u hamsachilikni boshlab bergan, hamsachilikka asos solgan shoir hisoblanadi. Nizomiy Ganjaviy 1141-yilda tug'ilgan Ganja shahrida. Hazrat Navoiydan ropparasi 300 yil oldin. Ropparasi 3 asr oralarida farq bor. Nizomiy Ganjaviy turkiy dunyoda nihoyatda mashhur. O'z davrida ham mashhur bo'lgan, hozir yana nihoyatda mashhur. Nizomiyning o'zining davri, undan keyingi davrlardagi mashhurligi masalan shunda ko'rinadiki, Zahiriddin Bobur masalan Boburnomada aytadi. Otasining Hamsatayinlarni o'qiganini aytadi. Tarix, Masnaviy kitoblariga muhabbati baland etdi dedi va Hamsatayinlarni o'qir dedi. Bu ikki Hamsa degani, Hamsatayin degani. Bu Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviyning hamsalari. Albatta bu paytda Boburiylar saroyiga, Umar Shayx Mirzoning saroyiga Hazrat Navoiyning hamsasi yetib bormagan edi. Asrlar davomida Nizomiy Ganjaviyning hamsasi butun turkiy va farsiy dunyoda o'qilganini, o'rganilganini ko'rsatadi. Nizomiy Ganjaviy bilirsizki, Azerbaycanın büyük dahi bir şairi, mütefekkiridir. Tek Azerbaycanın değil, bütün Türk dünyasının şairidir. Nizomiy Ganjaviy yarattığı eserlerle bütün dünyada tanınır ve maraqlısı odur ki, Nizomiy Ganjaviy yaşadığı zamanda Gəncənin hüdudlarından kənara çıxmamış. Gəncədə yaşamış, Gəncədə yaratmış ve bütün dünyanı öz eserlerine getirmiştir. Bo'lajak shoir ota-onadan yosh yetim qoladi. Uni boqish va tarbiyasini tog'asi Hoji Umar o'z zimmasiga olib, imkon qadar jiyanining ilm egallashiga ko'maklashadi. U turli ilmlarni o'zlashtirishga ishtiyoqmand bo'lib, Qur'onni yod oladi. Keyin tarix, jo'g'rofiya, falsafa, mantiq va adabdan ta'lim olib, ularning har birida ustod darajasiga yetishadi. Nizomiy Ganjaviy yashagan 12-asr tarixda o'zining murakkabligi, siyosiy bo'hronlari va ayni paytda ilm-fan, madaniyatning yuksak taraqqiyoti bilan ajralib turgan davr edi. Ayni shu yillar Sharq uyg'onish davrining oltin asrlaridan biri bo'lib, Ganja shahri ham madaniyatlar chorrahasida joylashgan, ilm, ma'rifat va savdo rivojlangan yirik markaz edi. Shoirning o'zi ham bu shaharni tark etmay, butun umrini ijod va ilmga bag'ishlagan. Bu muhit uning ijodiga beqiyos ta'sir ko'rsatib, asarlariga chuqur falsafiylik, keng dunyoqarash va insoniylikni singdirgan. Uning otasi Qum shahridan bo'lib, Ganjaga joylashgan. Onasi o'sha kurdlarning boshlig'ining qizi bo'lgan. Ota-onasi erta vafot etadi ular. Umar degan tog'asini qo'lida qoladi. Umar juda yaxshi bunga yordam beradi, tarbiya beradi. O'zini yoshligidayoq qobiliyatli ekanligini u ko'rsatadi. U o'sha xalq og'zaki ijodini ham o'rganadi, yaxshi biladi. Chunki unga o'sha asarlarni yaratishda qo'l keladi. Nizomiy Ganjaviy deganda barchaning ko'z oldiga birinchi navbatda uning shoh asari Hamsa yoki
Panjganj ya'ni 5 xazina asari keladi. Bu asar haqiqatdan ham Sharq adabiyotidagi durdonalardan biri bo'lib, shoirning ulkan iste'dodi, chuqur bilimi va insoniy falsafasini to'liq namoyon etadi. Nizomiy hamsasi to'g'risi gapirganda, Nizomiy hamsasining birinchi dastoni Mahzanul Asror bo'ladigan bo'lsa, bu asarlarni umumiy qilib aytganda bugungi kungacha yashab kelayotgani sababi. Har bir o'qigan o'quvchi undan nimadir olishi yoki bo'lmasa bugungi kunda bizni ma'naviyatga qilayotgan xizmati shuki, bu asarlar xususan Nizomiyning hamsasi insonning ma'naviy kamolatga yetaklaydi. Sharq mumtoz adabiyotida bu tasavvuf adabiyoti bo'ladimi yoki bo'lmasam dunyoviy adabiyot bo'ladimi? Biz Hazrat Navoiyning butun ijodining mohiyatiga qaraymizmi? Hamsa yozganlar Xisrav Dehlaviy bo'ladimi yoki bo'lmasam dostonlar bilan mashhur Hazrati Jomiy bo'ladimi? Bularning hammasining tagidagi asosiy maqsad insonning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilish. Boshqacha qilib aytganda, komil insonni tarbiyalash, insonni komillik darajasiga yetkazish asosiy maqsad bo'lgan. Hamsani har bir dostonini alohida chop qiladi. Keyinchalik esa uning shogirdlari to'playdi asarlarni va hamsa shaklida shakllantiradi va dunyo yuzini ko'radi shunday. Shunday savol tug'ilishi mumkin, nega Nizomiy o'zini asarini ona tilida yozmadi, turkiy tilda yozmadi, fors tilida yozdi? Birinchidan o'sha davrda fors tili bu badiiy adabiyot tili edi. Ilm tili arab tili hisoblangan. Bu qotib qolgan edi. Turkiy tilda kam asarlar o'sha vaqtda yozilgandi. Demak, bu an'anaga sodiq qolib, ona tilida emas, demak, fors tilida yozadi. O'sha davrda bitta Nizomiy emas, uni yonida Shirvoniy, boshqalar ham o'z asarlarini fors tilida yozgan. Keyinchalik mana Fuzuliy biz bilamiz, Nasimiy, ana shular endi asarlarini ikki tilda yozgan. Ham fors tilida, ham o'zining ona tilida, Ozarbayjon tilida yozgan. Nizami Gəncəvi yaratdığı 5 əsəri 6 türk hökmdarına ithaf etmişdir. 750-ci ildən 1258-ci ilə qədər bu ərazilərdə Abbasilər dövləti hakimiyyətdə olduğundan o dövrün poetik bədii dili fars dili idi və Nizami Gəncəvi də o dövrün dilində yazmışdı. Lakin onun bütün düşüncəsi türk düşüncəsidir. Onun bütün ruhu türk ruhudur. Çünki yazdığı əsərlərdən də bəllidir ki, əsərlərinin ruhundan görünür ki, türk şairidir. Və bəzən maraqlıdır ki, bilməm nədənsə səthi olaraq fars dilli alimlər onun fars olduğunu uydururlar özlərindən. Lakin bir şey unutmasınlar ki, əgər bu fars olsaydı, Makedoniyalı İskəndər Əhəmənilərin hakimiyyətinə son qoyubdur. Və bu fars olsaydı, Makedoniyalı İskəndər haqqında əsər yazardımı? Qətiyyən yox. Demək, bu türkdür. Və bilirsiniz ki, onun ən sonuncu əsəri İskəndərnamədir. Orada Makedoniyalı İskəndərlə Bərdə Azərbaycan hakimi Nüşabəni bir araya gətirir. Bilirsiniz, onun Sirlər Xəzinəsi, Xosrov Şirin, Leyli Məcnun, 7 gözəl və İskəndərnamə əsərlər var ki, İskəndərnamə də 2 yerə bölünür. İqbalnamə və Şərəfnamə. Yəni, bu əsərlərlə Nizami Gəncəvi bugün də tək Azərbaycan deyil, bütün Türk dünyasını Adriatikdən Xitay hüdudlarına qədər olan böyük bir Türk elinin ruhunun, ədəbi bədii zövqünün formalaşmasında mühüm rol oynayıbdır. Nizami Gəncəvi bugün özündən sonra Əlişir Nəvailər, Füzulilər, Nəsimilər qoyub gedibdir. Və bunlar hamısı təbii ki, Nizami Gəncəvini özlərinə bir ustad sayıblar. Nizami Gəncəvinin hamsası bizning mumtoz adabiyotimizga emas, deyarli keng ma'noda butun turkiy dunyodagi adabiyotga ham ta'sir qilgan. Usmonli turk adabiyotida ham Gəncəvinin hamsasi keyinchalik mana Usmonli turk adabiyotida hamsa yaratishga ham
asosiy bir ta'sir qilgan omillardan biri bo'lgan. Birinchi bo'lib Nizomiy Ganjaviyni hamsasiga taqlidan undan hamsasidan ta'sirlanib doston yozgan Tojiddin Ibrohim Ahmadiy 15-asrning boshlari 14-asrning oxirlari Ganjaviy hamsasidan ta'sirlanib Iskandarnoma dostonini yozadi. Xuddi shunday turk mumtoz adabiyotida satiraga asos solgan nihoyatda go'zal g'azalnaviy shoir Yusuf Sinon Shayxiy ham Nizomiy Ganjaviyning Xisra va Shirin dostonidan 1000 baytni tarjima qilib sultonga taqdim qiladi. Nizomiy Ganjaviyning 20 ming baytdan iborat she'riy devoni bo'lgan. Shoirning lirik she'rlari turli bayoz va to'plamlardan tarkib topgan bo'lib, bizgacha undan ayrim parchalar 16 qasida, 192 g'azal, 5 qit'a, 68 ruboyi va 17 bayt saqlanib qolgan xolos. Nizomiy hamsasining tagidagi asosiy mag'izlardan bittasi bu gumanizm, insonga bo'lgan munosabat. O'sha vaqtdagi deylik adolatning tiklanishi, inson qadriga bo'lgan munosabat. Bu o'tkinchi dunyoning xayr-havaslariga berilishdan ko'ra ko'proq o'zining ma'naviy dunyosi bilan shug'ullanishga munosabatni biz juda yorqin ko'ramiz. Ayniqsa bularda masalan har bir so'zning, har bir kalimaning, har bir fikrning o'zining ma'nosi borligi, deylik har bir inson o'zicha bir olamligi, insonni tushunsagina bu olam boshqacha bo'lishi kerakligi va dunyoga insonning o'zi ma'naviy barkamol bo'lgandan keyin dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashi mumkinligi va asarlarda juda yaxshi ta'kidlangan. Chunki inson o'zini tarbiyalamaguncha, inson o'zini qalbini, dilini tarbiyalamaguncha atrofdagi yaxshilikni ham sezish qiyin. Sharq shoirlari hammasida qizil ip bo'lib o'tadigan har bir narsaga inson ko'ngil ko'zi bilan boqsagina, ko'ngil ko'zi bilan boqib, ko'ngil go'zalligi bilan boqib, unga yaxshi niyatda boqsagina undagi ijobiy tomonlarni ko'ra oladi. Bu esa hamisha insoniyat bor ekanki, bu hamisha yaxshi ma'noda muammo bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Qay ma'noda muammo? Muammoki yosh avlodni shu ruhda tarbiyalash uchun. Shu avlod yana mana shunday ulug' salaflarning asarlarini targ'ib qilib boshqalarga yetkazmas ekan, boshqa bir avlod undan tamomila uzoqlashib ketib, dunyo qarashi ham boshqacha bo'lishi mumkin. Mana adabiyotning o'lmasligi, adabiyotning doimiy kuchi, adabiyotning ma'naviyatga bo'lgan xizmati mana shunday deb bilaman. Tabiiyki Nizomiy Ganjaviy hamsagacha devon tuzgan. G'azal, qasida, ruboy asosan 3 ta janrdagi she'rlarni o'z ichiga olgan Forsiy devoni ma'lum edi. Endi yaqinda ma'lum bo'ldiki, Nizomiy Ganjaviy turkiy devoni ham tuzgan ekan va buni demak Eron Ozarbayjoni bo'lgan mutaxassislar, nizomiyshnoslar demak turkiy devonni ham nashr ettirishgan. Bu demak Nizomiy Ganjaviy haqidagi yangi bir ma'lumot, bu bizni quvontiradigan ma'lumot. Butun turkiy dunyoni hamisha o'ylantirib kelgan o'zi. Nizomiy Ganjaviy nima uchun o'zi turkiy millatga mansub bo'la turib asarni forsiy tilda yozdi degan. Ta'kidlash kerak, Nizomiy Ganjaviy o'zining hamsasini 30 yil mobaynida yozdi. Bu demak Nizomiy Ganjaviy 1173-yilda boshlagan, 1203-yilda yakunlagan. Demak 30 yil. 30 yildan hatto ko'proq muddatda demak o'zining hamsasini yozib tugatgan. Va bu aytish kerakki, jahon adabiyotidagi yangi bir sahifa edi. Chunki jahon adabiyotida hamsa degan bir hodisa yo'q edi hali. Aniq bir ijodiy mezonlarga tayanib, adabiy estetik tamoyillar asosida bir-biri bilan chambarchas bog'liq holdagi bunday beshlik doston yozilishi hali jahon adabiyotida ko'rilmagan bir hodisa edi. Va Nizomiy Ganjaviy hamsasi shu jihatdan juda ham katta dovruq qozongan. Va Nizomiyga o'xshab hamsa yozaman deb intilganlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Hamsa degan badiiy estetik voqelik turkiy millatning demak dunyo adabiyotiga qo'shgan hissasi. Garchi u dastlabki hamsalar forsiy tilda yozilgan bo'lsa ham. Chunki endi u baribir ichida, masalan Nizomiy Ganjaviy ham juda ko'p o'rinlarda o'zining turkiy millat vakili ekanini alohida ta'kidlaydi. Shuning uchun ham Nizomiy Ganjaviy hamsasiga o'xshagan beshlik yaratishga intilish Xusrav Dehlavidan keyin ham davom etdi. Demak shunday bir asar men ham yarataman degan qalam ahli juda ko'p bo'lgan.
Lekin Hazrat Navoiy ta'kidlaydilarki, ko'p kishi ham qildi tatabbu havas, sarvugul o'tiruvsiga keltirdi xas deydi. Ya'ni Nizomiy Ganjaviyga tatabbu qilib, Nizomiy Ganjaviy hamsasi darajasidagi 5lik doston yaratishga bo'lgan intilish juda kuchli bo'ldi odamlarda, qalam ahlida. Bunga havas qilganlar nihoyatda ko'p bo'ldi. Lekin ularning aksari sarvi gulning qoshiga xasni keltirib qo'ya oldi xolos. Sarvi gulning o'rniga sarvi gulni keltira olmadi degan ta'rifni beradilar-da. Ya'ni Nizomiy Ganjaviyning hamsasining darajasi baland bo'lganini. Emas oson bu maydon ichida turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq. Kerak sher oldida ham sher jangi, agar sher o'lmasa bori palangi dedilar. Nizomiyning panjasiga panja urish oson emasligini Hazrat Navoiy ta'kidlagan, uni juda ham teran his etgan. Nizomiy Ganjaviyning ijodiy merosi butun sharq adabiyotiga, ayniqsa Alisher Navoiyning hamsasiga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Bu ikki buyuk dahoning asarlari o'rtasidagi uyg'unlik va shu bilan birga o'ziga xosliklar adabiyot tarixida alohida o'rin tutadi. Turkiy xalqlar adabiyoti hamsachilik tarixida, turk adabiyoti tarixida va Uyg'ur adabiyoti tarixida hamsalar yaratilgan bo'lsa, umuman turkiy xalqlar adabiyotida hamsa yaratilishda Nizomiy Ganjaviyning o'rni beqiyos. Nizomiy hamsasi Forsiyda yaratilgan bo'lsa, Navoiy Hazratning hamsasi Turkiyda yaratilgan bo'lganligi uchun ham til yaqinligi tarjima qilish shart emas. Shuning uchun ham turkiy xalqlar adabiyotida hamsa yaratilishda Navoiyning ta'siri undan ham kuchliroq, undan ham kengroq bo'lgan. Jahon adabiyotining taraqqiyotda alohida mavqega ega bo'lgan hamsachilikning shakllanishi, uning takomili masalalarini o'rganishda ham alohida qimmatga ega. Va Alisher Navoiy ijodiy merosiga baho berishda albatta biz ana shu ustozlarining, demak, so'z san'atiga qo'shgan hissasini o'rganishimiz kerak. Buni zero Hazrat Navoiyning o'zlari ham hamsaning har bir dostonida Nizomiy Ganjaviyga baho berganlar. Yozadilar Hazrat Navoiy. Ganja vatan ko'ngli oning ganjxiz, xotiri ganjuru tili ganjrez dedilar. Bitta ganj degan so'zdan, ya'ni uning vatani Ganja ekanligi, o'zi Ganjaviy ekanligi, yozganlari ham ganj ekanligi, xazina ekanligi, beqiyos bir xazina ekanligi. Xotiri ganjur. Xotiri demak eng nodir bir ma'nolarning javohirlari saqlanadigan bir beqiyos bir xazina ekanligini. Tili ganjrez, tili gavhar sochadigan, dur sochadigan bir til ekanini aytyaptilar-da. Bu demak Nizomiy Ganjaviyga Hazrat Navoiy qancha yuksak baho berganlarining dalili. Yoki aytadilarki, Ganja quyoshiki ko'targach alam, ayladi so'z mamlakatin yak qalam dedilar. Nizomiy Ganjaviyga baho berganda. Ganjaning quyoshi deyaptilar shuni. Ustozini. Ganjaning quyoshi o'zining o'sha nurdan bo'lgan, oltin rang nurdan bo'lgan bayrog'ini ko'targandan keyin, so'z bayrog'ini ko'targandan keyin so'z mamlakatini yakqalam qildi. Ana shu bayroqning atrofida birlashtirdi. So'z mamlakati, butun so'z san'ati bilan shug'ullangan barcha shoir va adiblar, barcha ulug' hakimlar demak Nizomiy Ganjaviyga tan berdilar. Uning so'z mamlakatidagi martabasini qadar baland ekanini his etdilar dedi Hazrat Navoiy. Nizamiyning ta'siri bu gündə aradan 900 yıl geçmiş. Lakin çox sevindiricidir ki, Azərbaycanla Özbəkistanı bağlayan mədəni dəyərlərin bünövrəsi Nizami Ganjaviy, Alisher Navoiy və bunların fövqündə davam edən mədəni əlaqələrimizdir. Təbii ki, bugün Azərbaycanla Özbəkistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bunun üçün biz Cənab Prezidentlərimizə İlham Əliyev və Şəfqət Mirzəyevə minnətdarıq. Çünki onların qarşılıqlı etimadı və dostluqları bu münasibətləri ən üst düzəyə gətirmişdir. Bizim mədəni, ədəbi əlaqələrimiz tarixdən gələrək bugün prezidentlərimizin sayəsində daha da möhkəmlənmişdir. Təbii ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ruhlanaraq öz xəmsəsini yaratmış
Əlişir Nəvai də Azərbaycanda Nizami qədər sevilir. Nizomiy Ganjavoy tavozning 880 yilligi munosabati bilan 2021 yilda Boku shahrida judayam katta xalqaro simpozium o'tkazildi. Ozarbayjon hukumatining prezidentining shaxsan e'tibori bilan. Shunda O'zbekistondan borgan delegatsiya, olimlar delegatsiyasi tarkibida men ham ishtirok etganman. Nizomiy Ganjavoy va Alisher Navoiy larning xamsa yozish tamoyillari, xamsaga qanday mezonlar asosida yondashgan bular? Buni qanday baholash mumkin? Va Nizomiy Ganjavoy va Alisher Navoiy mezonlari qaysi jihatdan bir-biriga uyg'un yoki qaysi xususiyatlariga ko'ra farq qiladi degan mavzuda ma'ruza qilganman. Va shunda endi butun turkiy dunyodan, Yevropa davlatlaridan, boshqa sharq davlatlaridan mutaxassislar kelgan, Nizomiy Ganjavoy ijodi bilan shug'ullangan. Va bu demak Nizomiy Ganjavoy xamsasining juda bugungi kunda ham juda keng miqyosda o'rganilayotganini ko'rsatadi. Nizomiyning merosi faqat adabiyot bilan cheklanmay, uning asarlarida ilm-fan, astronomiya, geografiya, tibbiyot va hatto siyosatshunoslikka oid bilimlar ham o'z aksini topgan. Uning donoligi va asarlarning yaratilish jarayoni haqida ko'plab afsona va rivoyatlar mavjud bo'lib, bular uning shaxsiga bo'lgan hurmat va ehtiromni yanada oshiradi. Navoiy Nasoimul Muhabbat asarida Nizomiyni shayxlar qatorida zikr etgan. Nizomiy Ganjavoy asarlari birinchidan so'z san'atining darajasi naqadar baland ekanini anglatadi. So'zning martabasi qanchalik baland ekanini anglatadi. Va ikkinchidan, masalan Nizomiy Ganjavoy uning yo'lini davom ettirgan, turkiy tilda xamsachilikni yangi yuksak bir darajaga ko'targan Hazrat Alisher Navoiy ham so'z bilan ma'noni uyg'un ko'radi. Agar so'z ma'nodan ayri bo'ladigan bo'lsa, demak u so'z maqsadga muvofiq bo'lmagan so'z. U qimmati baland bo'lmaydi bunday so'zni degan bir nuqtai nazar bilan qaraganda. Masalan Nizomiy yozadi: "Suxan kim manbai ma'no emas ul, yozib takror etishga arzimas ul" deydi. Agar so'z ma'noning manbasi bo'lmaydigan bo'lsa, uni yozib takrorlashga arzimaydi. Yoki qiyin emas so'z tizib nazmaylamaklik, kerakdir so'zga ixlos, jon fidolik. So'zingni cho'zma ortiq muxtasar et, 100 etma bir so'zingni 100ni 1 et dedi. Ya'ni bitta so'zingni 100 ta so'zga aylantirmagin. Ya'ni oz so'zda ko'p ma'no ifodalagin. Va har bitta so'zing ma'no bilan ziynatlansin, ma'no bilan quvvatlansin. Agar u ma'nodan ayri bo'ladigan bo'lsa, demak bu so'z qimmatga ega emas degan bir fikrni bildiradi. Sharq adabiyotida Nizomiy Ganjaviyning xamsasining ta'siri juda katta bo'lgan. Nizomiy Ganjaviyning xamsasini shu 14-asrdayoq mashhur bizning mumtoz shoirimiz Qutb Xorazmiy Xisra va Shirin dostonini tarjima qilgan. Nizomiy bolidin holvo pishirdim degan so'z mana shu Qutb Xorazmiyga tegishli. Bu yerda alohida e'tibor qiladigan narsa shuki, Nizomiy Ganjaviy xamsasini fors tilida yozgan, birinchi bo'lib turkiy tilga, o'sha vaqtda eski turkiy tilga Qutb Xorazmiy tarjima qilgan. Nizomiy Ganjaviy xamsasiga bo'lgan bizning mumtoz adabiyotimizdagi e'tibor bir vaqtinchalik o'tkinchi holat bo'lgan emas. Doimiy aytish mumkin, hatto tizimli bo'lgan. Mana deylik Qutb Xorazmiy tarjima qildimi? Undan so'ng Haydar Xorazmiy tarjima qildimi? Ondan so'ng masalan eng mumtoz adabiyotimizdagi yirik tarjimonlardan biri Ogahiy ham Nizomiy Ganjaviyni asarlaridan, dostonidan tarjima qilganligini yaxshi bilamiz. Va Ogahiy o'zi yozib qo'yibdi. Feruz Bahodirxonning buyrug'i bilan Nizomiy Ganjaviyning dostonlaridan birini nasrda turkiy tilga tarjima qilganligi. Jamol Kamol amalga oshirgan 5 dostonni to'liq tarjima qilgan. Uni O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi juda katta tashabbus bilan chiqib 5 dostonni demak juda go'zal holatda nashr ettirgan.
ustoz shoirimiz Jamol Kamol o'sha Yaxlit 5 doston tarjimasini bizga o'sha chiroyli nashrni tuhfa etganlar. Men shu asosda demak Nizomiy Ganjaviy xamsasi bilan Alisher Navoiy xamsasidagi xamsaga yondashuv mezonlar, umuman so'z san'atiga yondashuv mezonlar nuqtai nazaridan bir ayrim bir tahlil fikrlarni aytishga harakat qilganman. Jumladan ikki ijodkor ham, ikki buyuk xamsanavis ham o'zlarining asarlarida qalamni muqaddas sanaganlar. So'zni, qalamni muqaddas sanaganlar. Va bu qalamning ana shu darajasi baland ekanini e'tiborga olib, ijod ahli buni hech qachon yoddan chiqarmasligi zarurligini ta'kidlaganlar. Va bu talabni nafaqat boshqalarga, o'zlariga nisbatan ham qo'ygan. Masalan, Nizomiy Ganjaviy yozadilar: so'zimda ne xatolik uchrasa kech, qalam chek ustiga to qolmasin hech deydi. Agar mening so'zlarimda bir xatolik uchraydigan bo'lsa deydi, unday so'zdan kechkin deydi. Ustidan qalam tortgin, u o'chib ketsin butunlay deydi. Asari ham qolmasin deydi. Endi bunday talabni qo'yish albatta oson emas. O'zining asariga nisbatan. Yoki o'shal muddatki xilvat aylamishdim, so'zimni osmonga boylamishdim deydi. So'zning darajasi osmon qadar baland ekanini ta'kidlaydi. Qalam ilkingda olmos nayzadir chun, ochar ul necha bir ganjnoma qulfun deydi. Ya'ni qalam bir olmos nayzaki qanchadan qancha ganjnomalarning, xazinalarning kalitini ochadi. So'z xazinalarining kalitini ochadi. Va bu so'z xazinalari insoniyatning bebaho ma'no javohirlaridir degan bir fikrni u alohida ta'kidlaydi. Va albatta ana shunday bir yuksak talab bilan, yuksak bir mezon bilan yondashgan Nizomiy Ganjaviy qalamga ta'rif berishdi, so'zga ta'rif berishdi. Tabii ki Nizomiy Ganjaviy Azərbaycan ədəbiyyatının şahıdır. Bizim klassik ədəbiyyatımızın banisidir. Nizomiy Ganjaviy Azərbaycanın dünyaya açılan bir pasportudur. Ədəbi və əbədi bir pasportudur. Çünki Nizomiy Gəncəvinin Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, Nizami əsərlərini bilməmiş olsun. Yəni Nizamini biz yüksək səviyyədə öyrənirik. Çünki orta əsrlərdə Hindistanda məmur olmaq istəyən insanlar Nizaminin xəmsəsindən imtahan verirdilər. Əgər o imtahandan keçərlərsə, o məmur olardı. Keçməsi olmazdı. Yəni Nizami Gəncəvi baxın, tek Orta Asya'da değil, bütün dünyada Nizamini oxuyurlar. Bugün məsələn Almaniyanın özündə belə Avropaya nəzər salsaq, Almaniyada, İngiltərədə Nizami öyrənilir. Türk dünyasında sevə-sevə öyrənilir. Və Nizamidən sonra nə qədər bizim Nizamilərimiz yetişibdir. Nizami Gəncəvi yaratdığı irslə böyük bir xəzinənin açarını bizə bəxş edib gedibdir. Nizomiy tilning qudratini teran anglagan va uni ko'ngil oynasi deb atab, so'zning inson hayotidagi ulkan rolini ta'kidlagan. Nizomiy insoniyat tamaddunining buyuk ustunlaridan biri, jahon ma'naviyatining bebaho xazinalarining muallifidir. Uning asarlari, ijodiy merosi ko'p asrlar davomida insonlarning qalbini yoritib, ularni ezgulikka chorlayveradi.